Salam omaq kichik do'stlar, qanday ahvolinglar, yaxshimisizlar? Men Nihal Hadanglardan sizlarga o'tliq salom. Kitob anglag'inglar keldimi? Avlodim salonimizning bugungi sahifasida sizlar bilan birga bugun yana bir yaxshi kitobni o'rtoqlashmoqchiman. Kitobimizning ismi Qandoq boshlandi? Avtori Silvana Tavano. Rasmini chizg'uvchi Elma. Tarjim qilguvchi Nihal. Har ishning bir boshlanishi va oxirlashishi bordir. Biroq har ishning o'ziga xos bir boshlanishi bo'ladi. Va bu boshlanishlar insonni yangi manzillarga elib boradi. Ba'zida bir boshlanish bir oxirlashishdek ko'rindi. Biroq aslida har oxirlashishmi bir boshlanishdir. Bugun biz sizlar bilan birlikda Braziliyalik yozuvchi Silvana Tavano'dan nihoyat oddiy, biroq falsafiyligi nihoyat kuchli, nihoyat go'zal bir hikoyani o'qib o'tamiz. Qandoq boshlandi? Hamma ishning o'ziga xos bir boshlanish nuqtasi bo'ladi. Buni hammalar biladi. Jumlalar so'zlar bilan, so'zlar harflar bilan boshlandi. Nurg'un hikoya bor ekan, yo'q ekan deb boshlandi. Maktabning tungi kuni bo'lganga o'xshash ta'tilnomi tungi kuni bo'ladi. Har oyning birinchi kuni bo'ladi va har yil birinchi oyda boshlandi. Kim bildi? Balki yer sharining boshlanish nuqtasimi 1-yanvarmi dexe. G'idiqlash, chaqchaq, sehrgarlik qildigan sirikchi va qiziqchilar bularning hammasi bizni qoqoqlab ha 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 deb kuldirishga boshlaydi. Tungi asnash uyqumizning kelishga boshlig'ini ifodalaydi. Biroq to'xtamay orqa-orqadan deb asnashlarning bir boshlanishi bo'lishi mumkin albatta. Ba'zi narsalar boshlangandagi holatiga o'xshamaydi. Masalan, chuja asli tuxumdir. Taqi bo'lsa bir qumchoq, kepinak bo'lsa bir tal qurut. Ba'zi narsalarning boshlanishini ko'rgil bo'lmaydi. Masalan, daraxtlar hayotligini tuproqning ostida boshlaydi. Bulutlar osmonning boshlanish nuqtasini yushirib oladi. Undaqda dengizchi sahildan boshlandi yoki sahilda oxirlashamdi. Masalan, shamol yushirundir. Ba'zida yomg'irdan burun boshlandi, ba'zida hech nima yo'qla shamol chiqishga boshlaydi. O'tchoplarni larzat yelpitib. Murakkab ko'ringan nurg'un ishning har doim oddiy bir boshlanishi bo'ladi. Rasm asta-asta avval bir siziq chizish orqali boshlandi. Simfoniya tunji not yozilgandan keyin har bir bayqash bo'lsa bir xiyoldan keyin boshlandi. Qisqasi, nurg'un ish faqat bir orzu bilan boshlandi. Bir sir hech nima deyishni xohlamaganda boshlandi. Bir do'stlik bo'lsa, hammani aytishni xohlaganda andin boshlandi. Hamma ishning bir oxirlashish nuqtasi borligini bilishning faqat bir yo'li bor. U bo'lsa-mu boshlash. Omaq kichik do'stlar, sizlarmi
ma'lum bir ishni boshlab beqishni orzu qilamsizlar? Sizlarning qanday orzu armonlaringlar bor? Arzularinglarga yetish uchun chuqur bir qadam ilinglar. Boshlab beqinglar. Har ishning boshlanishi shunchalik muhim. Boshlanmagan ishning oxirlashishi bo'lmaydi. Güzel natijalarni qo'lga keltirish uchun, güzel arzularinglarni chuqur ro'yobga chiqarish uchun, boshlash uchun qadam ilinglar. Omaq kichik do'stlar, bugungi hikoyamiz mushu yerda oxirlashdi. Hikoyamizni yoqtirdinglarmi? Kichik do'stlar, undaq bo'lsa, A'lodim salonimizning kelar qitimqi kitob sahifamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.